Chang'an avtomobilni ko'rsataman. 2018-yil ekan, holati zo'r, faqat benzinda harakatlangan ekan. 2018-yil 97 000 km yurgan. Balolarning holati zo'r, charmxo balolar turibdi orqasida, orqasida ko'targan balolarga turibdi. Hop, kraskasi shu oldi o'rdasida bor ekan, lekin seriozlik ular umuman yo'q ekan. Mana kirlosida ko'rdim men. Bemalol yana proyekt tekshirib olishingiz mumkin. Men yo'q kirlosdan, kirlosida ko'rdim. Hop, unaqa ko'p emas ekan kraskalari ham. Tentlarni ham ishlari chotki qilib, ancha bavqat qilib qo'yishgan ekan temirlarni ham. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman, vaqt yetsa, elektron yana qilib, sigil badonliklar, gidrolika, mana 98 000 bo'lishga ozgina qolibdi. Test monitor, konsollargacha bor. Motorini yaqinda qilib chiqibdilar, apkatka ekan, hali ham yangi ekan, hali holati zo'r ekan. Ish qilib, bundoq qilsanglar, mana tepaga bundoq ochilar ekan. Mana karkazlarini qaranglar, hamma yog'i zo'r holatda. 2018-yil holati zo'r. Bu mashinani sizlarga olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 7200 ga beramiz. Bosib oringlar.